Assalomu alaykum. Mening ismim Ibrohim Rahmonov. Men arab tili o'qituvchisiman. Keling, hozir birgalikda juda ajoyib mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz nima uchun juda ko'pchilik o'zbeklar arab tilini o'rganishga qiziqishadi? Shu savolga javob ko'rib chiqamiz. Keling, avvalo biz o'zbek tilimizga nazar tashlasak. Barchamiz kundalik muloqotlarimizda o'zimiz bilmagan holatda arab tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan so'zlarni ishlatamiz. Misol uchun maktab, daftar, jamiyat, maqsad, mukammal kabi mingdan ortiq so'zlar. Bularning bari bizlarga arablardan kirib kelgan. Bularning har birini sanab o'tishning albatta imkoni yo'q. Lekin keling birgalikda ajoyib ish qilamiz. Video davomida gapirarkanman, agarda arab tilidan o'zlashtirilgan so'zlar ishlatsam, ularni video ostiga yozib qo'yaman. Shu orqali siz naqadar ko'p so'zlar arab tilidan o'zbek tiliga kirib kelganini bilib olasiz. Aslida arab tili bizlar uchun mutlaq begona bo'lgan til emas. Bu asrlar davomida madaniyatimiz, tilimiz, ilm-fanimiz bilan bog'lanib kelayotgan tildir. Balki shuning uchundir bizning qalbimizda arab tiliga bo'lgan muhabbat boshqacha. Endi esa arab tili haqida bilishingiz kerak bo'lgan muhim ma'lumotlarni o'qib eshitaman. Arab tilida dunyo bo'ylab 400 milliondan ortiq inson so'zlashadi. U 20 dan ortiq davlatning rasmiy tili hisoblanadi va Yaqin Sharq hamda Shimoliy Afrikaning katta qismida asosiy muloqot vositasi sifatida xizmat qiladi. Arab tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 ta rasmiy tilidan biri hisoblanadi. Bu esa uning xalqaro nufuzi qay darajada ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, arab tili internetda eng tez rivojlanayotgan tillardan biri sanaladi. Bugungi kunda millionlab maqolalar, ilmiy tadqiqotlar aynan arab tilida chop etilmoqda. Arab tilining yana bir hayratlanarli jihati uning lug'at boyligidir. Arab tilida 12 milliondan ortiq so'z bor. Taqqoslashingiz oson bo'lishi uchun aytaman, o'zbek tilida 150 mingdan ortiq so'z bor. Tarixga nazar tashlasak ham, o'rta asrlarda matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo va falsafa sohalaridagi eng muhim asarlarning katta qismi aynan arab tilida yozilgan. Keyinchalik esa o'sha kitoblar Yevropaga tarjima qilinib, ilm-fan rivojiga juda ulkan hissa qo'shgan. Bugungi kunda ham arab tilini bilish inson uchun juda ko'plab eshiklarni ochadi. Ta'lim, biznes, tarjimonlik, diplomatiya, turizm va hamkorlik sohalarida arab tiliga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Shuning uchun arab tili ba'zi harflarni to'g'ri talaffuz qilish yoki grammatikani yodlashdan iborat emas, balki arab tili imkoniyatlar tili hisoblanadi. Endi esa videomizning eng muhim savoliga yetib keldik. Nega ko'pchilik arab tilini qiyin deb hisoblaydi? O'ylaymanki, bu gapni aytayotganlar arab tilini to'g'ri uslubda mutaxassis o'qituvchilardan o'rganmaganlar. Chunki hozirgi vaqtda dunyoda millionlab insonlar arab tilini ikkinchi til sifatida muvaffaqiyatli o'zlashtirib kelishmoqda. Agarda arab tili to'g'ri uslubda mutaxassis ustozlardan o'rganilsa, albatta uni o'rganish juda ham oson. Endi sizga savol: sizningcha ham arab tili qiyinmi? Va arab tilini o'rganish siz uchun qay darajada muhim? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha, video ostiga yozgan so'zlarimni ko'rdingizmi? Ularning har biri o'zbek tiliga arab tilidan kirib kelgan. Arab tilida ko'proq shu kabi ma'lumotlarni bilish uchun sayfamizga obuna bo'lib qo'ying. Ma'assalama.